Qo'shmayman ham, kamaytirmayman. Bor narsani shunday aytaman, faqat poddeshcha qilib, like bosib, kommentga gap yo'q aka yoki gazni bosib deb yozib qo'ysa bo'ldi aka. Yani bormi o'zi qo'shni davlat obunachilaringiz? Biz bayroq ko'tarib chiqamiz. Qo'shni davlat O'rta Osiyo bizniki, u bayrog'im hozir o naryoqda qolibdi bayroqlarim. Ha. Xalq o'zi ko'rib turibdi. Ha, mana qilaveradi. Mana O'zbekiston yozib ham qo'ygan. Aka, yozsa mana qo'shni davlat o'zi Tojikistondan ko'ryapman, Qirg'izistondan ko'ryapman, Rossiyadan turib ko'ryapman deb yozsin aka. Mana ko'ramiz qancha. Assalomu alaykum qadrdonlar, hammalar salomatmisizlar? Xudo xolasa biz bugun mana shunday qurilish mahsulotlarida informatsiya berishda davom etamiz xudo xolasa. Qadrdonlar, mana ko'rib turgan narsalaring gazoblok. Hozirgi kunda bu ommalashyapti. Penoblokdan keyin bu odamlar nimaga talab kuchayyapti, yaxshi savdosi bo'lyapti. Ko'rib turgan bo'lsangiz, u tomonda shalaka blok ko'rinyapti. Shuni ham bitta video ko'rsatib yuborasiz. Xo'p, qadrdonlar, bu yerda ikkita mahsulot, masalan, shalaka blok va gazoblok. Ikkovi ham tarkibida sement miqdori ko'p bo'lgan g'ish. Bu g'ishlarda imkon qadar uzoq vaqtda qotishi buni mustahkamligini oshiradi. Sababi biz Rossiyada ishlaganimiz doimo videolarimda aytaman. Sababi ko'rganimiz sizlarga ilingim keladi. Shuning uchun qadrdonlar, Rossiyada biz fundament quygan bo'lsak yoki stajga, kottejlarga quygan bo'lsak, u yerda ustini plyonka bilan bekitilinadi. Kunda bir mahal suv bostirib turiladi. Iloji boricha namdan uzoq qilinmaydi. Doimiy nam tushib turadi unga. Sababi sement nam holatda tursa tez qotib qolmaydi, reaksiyasi, masalan, sement qotish reaksiyasi uzoq davom etadi. Shuning uchun qadrdonlar, mana bunday mahsulotmi yoki shalaka blokmi yoki oddiy betonimizmi, fundamentimiz, boshqa narsa, buni plyonka bilan o'rab qo'yishlaringizni tavsiya qilaman. Qadrdonlar, uzoq vaqtda, masalan, hozir o'sha mutaxassislar bilan gaplashganimizda 28 kungacha sementni qotish reaksiyasi davom etishini aytishyapti. Endi bu g'ishimizni bugun quyib, ertaga oftobga olib chiqib qo'yadigan bo'lsangiz, tezda qotiydi, lekin qotish mustahkamlik foizi kamroq bo'ladi. O'shaning uchun qadrdonlar, sement mahsulotidan foydalanganlaringda namligini uzoq vaqt ushlashda harakatda bo'linglar. Qadrdonlar, mana shu videoning ichida mana shu gazoblok hozirgi kunda odatiy mahalliy sharoitda ham quyishyapti. Mana shunday mahalliy sharoitda quygan holatda mabodo siz ishlab chiqarmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, qancha daromad ko'rishingiz mumkin, sizga qanaqa plusi bor, qanaqa minusi borligi haqida ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qadrdonlar, videodan uzoqlashmanglar. Yaqin qadrdonlarga uyimda ishlab chiqarish qilay, yo bo'lmasa tirikchiligimni uyda qilay degan odamlarga videoni ulashib qo'yasizlar. Uning uchun videoni o'tkazmasdan ko'ringlar, sizlarga imkon qadar to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Islomboy aka, salomatmisiz? Rahmat. Bu yigit o'zimizni Qo'g'aydan, Namanganning Qo'g'ayidan mana shunday gazoblok apparatlarini yasaydigan do'stim. Yaxshimisizlar hammanglar? Mana shuni sizga beraman. Mana shu qo'yman. Ko'pchilik penoblokdan hozir gazoblokka o'tib ketyapti. Sababi gazoblok penoblokga qarang mustahkam aka. Keyin uyga qilsa ham, misol uchun, issiq. Yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. 100% effekti bor. Keyin aka nima haqida yana? Xo'p, qarang, siz gazoblok apparat sotyapsiz. Ha. Deylik, men uni olmoqchiman. Ha. Gazoblok sotib oldim, qanchadir summaga, necha ming dollarga, endi summasi bor-ku. Buni olganimdan keyin men undan qanaqa qilib foyda ko'raman? Masalan, ishlatishim kerakdir. Balki sement olishim kerak, qum olishim kerak, qanchadir rasxod qilishim kerak-ku. To'g'ri. Keyin daromad ko'rishim kerak. To'g'ri. Haligi ba'zilar endi kimligini bilmayman, misol uchun ko'pchiliklar jicha qo'shib gapiradi, ayirib gapiradi, to'g'rimi? 100% qanchadan qolayotganini, nima bo'layotganini, necha gram qo'shiladi, hammasini iloji boricha mana shu blok qancha tayyor bo'lsa, hammasini aytib o'taman. Faqat to'liq aytib o'taman. Qo'shmayman ham, kamaytirmayman. Bor narsani shunday aytaman, faqat poddeshcha qilib, like bosib, kommentga gap yo'q aka yoki gazni bosib deb yozib qo'ysa bo'ldi aka. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Endi qarang aka, buni ketadigan mahsulotlari sement 400-450 marka, 500 marka farqi yo'q, bo'laveradi. Qum, pesok, bilasizlar-a? Qum, oddiy daryoni qumi, cho'lli qumi. Buni asosan hozir cho'lli qumi bo'lyapti. Sizlar tarafdan Komsomolbod cho'lli qumidan ishlatilyapti. Keyin alyuminiy pudra bor, keyin soda bor. Alyuminiy pudra buni ishirib berish uchun nonga, xamir qilsangiz drosh hisob bor, shunga o'xshab ko'pirtirib beradi. Sodani, kauchuk sodani vazifasi suvda sho'r bo'lsa, sho'rni yo'qotib beradi aka. G'ishtni tozalab beradi. Tozalab beradi. Sho'rlamaydigan
tiniq chiqadi. Ba'zi joylar beton qo'shsa sho'rlaydi. Aha. Ashinisini oldini oladi aka bu. Aha. Keyin yana bitta narsa, ba'zilar qo'shyapti, qo'shilmayapti. Fibra qo'shadi. Qo'y junlarga o'xshagan Ha, bo'ladi. uni ko'rsatib yuboramiz. Ha, uni ko'rsatib yuboramiz ichkari. Ashna narsa qo'shiladi aka. Endi bizga hozir mashina tayyor bo'lyapti. Biz o'zimiz o'rnatib berganmiz bu yerga. Ya'ni apparatlar o'z nomi ish joyidan video qo'yiladi degan komment bo'lgan. Shuning uchun aytyapmiz. Ha, bizga hozir tayyor bo'lish narxi aka. Minimal hisob, maksimal hisoblayman. 10,5 ming so'm. 11 ming so'm deng. 10 mingdan 11 mingga. Ha, 9,5 mingdan 11 minggacha aka. Aha. Lekin 11 ming hisoblaymiz. 11 ming sotuvda, 16 ming, 17 ming. Joyida. Ha, joyida. 17 ming sotilyapti, 16 ming hisoblang aka. Aha. 5 ming so'mdan qolyapti. 5 ming so'mdan Ha. bitta blokda. Bitta bo'ldi. Hozir iloji boricha quyishlarni ham qo'shib qo'yamiz. Xo'p, qarang. Bu 5 ming so'mdan qolyapti. Bitta masalan 4 ta odam ishlaydimi siz apparatingizga, 5 ta odam ishlaydi, 3 ta odam yetadimi? Nechta odam ketadi apparat uchun? Asosan aka bizni komplektdamiz apparatlar videoda ko'rsatamiz. 1,5 ming dollar komplekt. 4 ta qolip bilan bo'ladi. Mishalki 4 ta qolip bilan bo'ladi. 1,5 ming dollarga. Unda quyasizlar, misol uchun bitta qolipda 6 tadan 4 ta qolipda 24 ta chiqadi. 4 ta qoldi 24 ta. 1,5 ming dollar komplektda ish boshlasanglar, penabloda emas bu. 4 soat, 5 soat turadi qolipda. Ha, uzoqroq. Ha, 24 ta abitgacha, 24 ta abitdan keyin 48 ta g'ish qo'yiladi aka. Aha. Xolos. Sizni nasatgizda shu Ha, sotuvdagi. ha. Qo'shimcha qolib olsa, Qo'shimcha qolib olsa, misol uchun. Yana bir 4 taning ustiga 6 ta qo'shsa 10 ta bo'ladi aka. 60 ta abitgacha, 60 ta abitdan keyin 120 ta qo'ysa bo'ladi aka. 120. Ha. Chunki 1,5 ming har xil sharoit bor aka. Kimdir misol uchun 1,5 ming dollar puli bor yoki 2 ming dollar puli bor, apparat olib turib, misol uchun-da, bizdan gaz olib, iyagi muzlab qolishini keragi yo'q aka. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Ish boshlash kerak. Ha, ish boshlash kerak. Где-то bir 2,5 ming dollar, 3 ming dollar bilan boshlasa, bunday uspet qilsa bo'ladi. Chunki zakaz beradi odamlar, zaklat oladi, ashna hisobdan aylantirib tursa bo'ladi aka. Bitta donasiga 10 kilo sement ketadi aka. Ha, 10 kilo sement, 10 kilo qum ketadi. 10 kilo qum ketadi. Demak, hozir bitta blokda og'irligi necha kiloga to'g'ri keladi? Bitta blok og'irligi ho'lligida 25 kilo, 26 kilo, quruqligida 21 kilo, 20 kilo shunaqa. 1 kilo 2 kilo farq qilishi mumkin. Qoliplarni ham bir ko'rsatasiz mashina. Bo'ldi. Mana o'sha tashyapti. Biza qarab turing. 60 ta qolib bor. Mana ko'rsatavering 60 ta. Abitgacha 360 ta chiqadi. Abitdan keyin 360 ta. Bir kunda 720 ta blok chiqadi. Shu sexda. Shu sexda. Sex где-то mana shu ichkari bir 3 soatlik, 4 soatlik joyda. Shunaqa aka. Endi aka mollar tayyor holatda mana. Tepasini tekislanadi, olinaveradi. Ha, bular tepasi kesib qo'yilgan, sekin olish boshlanadi aka. Bu qolip aka bitta donasidan 6 ta chiqadi. Ha, ruchnoy kesilmaydi. Ichida list bo'ladi, har bittasini ichida. 3 tadan oshib qo'yilgan, ochilgan holat ikki tarafga ochiladi. Mana ochilgan holati. Ichida har bittasi listi bor mana. Xuddi penablo qanaqa? Xuddi shuni gazovoy qolib. Buni yaxshi tarafi nima desangiz, avtomat reskada kesishyapti, ruchnoy arrada kesishyapti. Ruchnoy arra avtomat reskaga qaraganda bu qiroqlar to'rt qiroq bo'lib chiqadi aka mana. Ko'ryapsizmi? Ochilib yopilishlar qolibdiki, rezbali mana. Polni tagigacha, eng tagigacha nima qilingan? Profil to'qilgan. Misol uchun 0 o'rinda bo'lmasa ham qolib ishlayveradi aka. Hozir bittasini ko'rsatib qo'yaydi. Mana qarang aka. Yo'q, mana mosni tepaga ko'taraylik-da. Mana ko'ring. Har bittasiga alohida profil to'qilgan. Ertaga qorin beror, mana ko'rib turgan komplektilar, mishalkasi bor. Bir marta rasol tayyorlanganda 6 ta gazovoy chiqadi. O'ziga moslangan. 4 ta qolipi bor. Suv yomkisi bor. Suv isitib beradigan. Albatta 50-60 kiloga chiqarib berish kerak. Ten suv nasoslari bor. Laboga sig'may qoldi aka. Qoliplar ham uchlilis mana aka. Uchli mana. Choklarni ham ko'rsatavering. 0 bo'lib turibdi hammasi. Diagonallari cho'tki, xudo xolasa sharmanda qo'ymagan. Shu paytgacha biyaga ham jalb tushmadi. Olgan odam yana olyapti, lekin "Remon qolpi manaqa ekan" demadi aka. Ochilib yopilishlar ham hozir ipda turibdi, lekin har bittasi rezbali bo'ladi. Bir-biriga xalat qilgani uchun ip qo'yib qo'yilgan aka. Keyin yangida ko'rsatay, uchala tarafga ham mana 3 ta, ikkala tarafiga ham 3 tadan oshirmoq sharni qo'yib qo'yilgan. Ki tagiga ham rastor umuman oqmasligi uchun o'zini maxsus bo'lmasa ham o'ziga tushadigan rezinka bor. Asl rezinkalar bilan boradi.
Quyganda ham bir tomchi oqmaydi. Shunaqa. Olgan odamga aka, olib borib o'rnatib, quyib o'rgatib qo'yamiz aka. Keyin narxida 1,5 ming dollar dedingiz. ha, Qarang, bu narx sizni Namanganga kelib olib ketgandek narximi yo dastavkasi bilanmi? nima qilaylik aka? Endi bizga-da imkon qadar arzon qilib bering, mana bu yerda ishlab chiqarishni qilaman degan odam o'zi misqollab, tindalab tergan puldir. To'g'ri aka. Hozir pul topish o'zi oson emas aka. Dastavkasini qilib beramiz. Qanchacha? Vodiy ichi demayman. Butun O'zbekistonda. Butun O'zbekiston, Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm shu narxda 1,5 ming dollar aka. Keyin gap Muhammad Ali aka, chunki sizni ham ko'pchilik hurmat qiladi, reklamani qo'yib turib, amoning mana qay uning naqa ekan degan jalba sizga ham kerak emas aka. Gap 1,5 ming dollarga O'zbekiston u nuqtasigacha qo'yib beramiz. Biya Surxondaryo, Qashqadaryoda. Qo'shni davlatlarga ham bormi o'zi qo'shni davlat obunachilaringiz? Biz bayroq ko'tarib chiqamiz. Qo'shni davlat O'rta Osiyo bizniki, u bayrog'im hozir o naryoqda qolibdi bayroqlarim. ha, Xalq o'zi ko'rib turibdi. mana qilaveradi. Mana O'zbekiston yozib ham qo'ygan. Aka, yozsa mana qo'shni davlat o'zi Tojikistondan ko'ryapman, Qirg'izistondan ko'ryapman, Rossiyadan turib ko'ryapman deb yozsin aka. Mana ko'ramiz qancha. Shunga narxini biz ham o'ta arzon qilib, iloji boricha yengilroq qilib berdik aka. Lekin qoliplar sifati o'zgarmaydi. Gap yo'l uzoq ekan yoki yayga tushib qoldim deb turib sifatni o'zgartirib yo qo'shib berasiz 100 ming gazga anaqa deyilmaydi aka. Xohlasa bitta bit qilib beradi, xohlasa bitta uzun qilib beradi. Uzun qilib bermasa ham uyga borib, quyib, o'rnatib, o'rgatib, biz o'zimiz bilgan narsani bizdan apparat olganlarga ham xuddi shunaqa o'rgatib kelamiz aka. Hech narsani qizg'olmaymiz, xudo xolasa aka. Bo'ladimi? Bo'ladi aka. Endi men gapiraman-da. Mikrofon uyda qolib ketdi, qadrdonlar. Islomiy bilan talashib ulasishyapmiz. Ancha-muncha ovozimiz chiqmay qolgan bo'lsa, uzr so'rayman. Xo'p, qadrdonlar, ko'rib turibsizlar, Islomiyada komplekti. Agar mana shu narsani olib 3-4 so'm foyda qiladigan bo'lsalaringiz, bizga Islomiyga ozgina manfaat bo'ladi. 3-4 so'm bu bola puli bo'ladi. Albatta siz ham 3-4 so'm foydada qolishingiz mumkin. Bemalol hisob kitob qilib, bo'lmasa Islomiyga aloqa chiqadigan bo'lsangiz, bemalol yo'l-yo'llarni qizg'anmasdan ko'rsatib beraveradi. Xudo xolasa, sizlarga nimadir yaxshi deb o'ylasak, qo'y boshida davom etamiz. Padeshka uchun bitta like muxlab ketinglar. Xudo xolasa, nima deydi? Xayrlashkim kelmaydi, bari xayrlashmasa bo'lmaydi. Hammalar sog', salomat bo'linglar. Rahmat.